Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan turli muhitlarda elektr toki mavzusini ko'rib o'tamiz. Elektr tokini o'tkazish xususiyatiga ko'ra moddalar bir necha turlarga bo'linadi. O'tkazgichlar, yarim o'tkazgichlar va dielektriklar. Moddalar turli agregat holatlarida, ya'ni qattiq, suyuq yoki gaz holatlarida elektr tokini o'tkazish yoki o'tkazmasligi mumkin. Metallarda elektr toki. Erkin elektronlarning tartibsiz harakati. Qattiq jismlarning, jumladan metallarning atomlari tartibli davriy strukturali kristal panjarani tashkil etadi. Kristal panjarada atomlar joylashgan nuqtalar tugunlar deyiladi. Metal atomida eng chetki orbitadagi elektronlar yadro bilan kuchsiz bog'langan bo'ladi. Metallardagi bunday elektronlar o'z atomini tark etib, erkin harakatlanuvchi elektronlarga aylanadi. Atomlar esa musbat ionga aylanib qoladi. Ion bu elektronni ortiqcha yoki elektron yetishmaydigan atom hisoblanadi. Metal atomlarining joylashish strukturasi kristal panjara tuzilishidan bo'lib, panjara tugunlarida musbat zaryadli ionlar joylashadi. Masalan, alohida mis atom yadrosida 29 ta musbat zaryadli proton bo'lib, yadro atrofida 29 ta manfiy zaryadli elektronlar turli orbitalarda harakatlanadi. Bunday atomlardan mis kristalli hosil bo'lishida atomlarning eng chetki orbitadagi elektroni yadro bilan juda kuchsiz bog'langanligi sababli u atomni tark etib metal kristal bo'ylab deyarli erkin ko'chib yuradi. Hosil bo'lgan erkin harakatlanuvchi elektronlar gaz molekulalari kabi issiqlik harakatida, ya'ni tartibsiz harakatda bo'ladi.